nimaga bizda yaxshi mutaxassislarni topish qiyin? Hop, yaxshi mutaxassislar bizda bor, lekin juda kam. Har bir sohada qaraydigan bo'lsak, juda sanoqli va ularga navbat bo'ladi. Nimaga? Chunki dunyoda shunaqa borki, praktika borki, ustoz shogird an'anasi bor. Ya'ni yaxshi mutaxassis doim o'zidan shogird chiqaradi. Nimagadir bizda shu narsa yo'q. Ya'ni shu shogird chiqaradigan bo'lsa, qanaqadir xuddi unini nonini yeb qo'yadigandek o'zini tutadi. Ertaga bu o'sib menga raqobatchi bo'ladi deb o'ylaydi. Shuning uchun qanaqadir shogird chiqarmaydi. Bilmayman, yaxshi doktorlar ham kam, yaxshi o'sha mebel, yaxshi ustasi ham kam. Nima soha, murakkab sohalarni oladigan bo'lsak, o'sha texnikani tushunadiganlarni ham oladigan bo'lsak, hammasida mutaxassis kam va hech qaysi nimagadir shogird chiqarmaydi. U rizq Allohdan bo'lsa, qo'rqmasdan uni chiqaraversa bo'ladi. Lekin ular qanaqadir shu narsani qizg'anadi o'zini, ilmini. Shuning uchun bizda yaxshi mutaxassislar kam.